Ana endi tadbirkor akalarimizga ham Optim narxlarda Bao kompaniyasiga instrumentlarimiz yetib keldi. Assalomu alaykum Master Class kanalimizning obunachilari va bizni kuzatib borayotgan chorva ishqibozlari. Bugun Bao kompaniyasiga skladiga kelganmiz. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bugun sizlar bilan birgalikda birma-bir ko'rib, tanishib chiqamiz. Kanalimizda yangi kuzatib borayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib, kuzatishda davom eting. Bularda birma-bir narxlari bilan batafsil o'zini tushuntirib o'tamiz. Mana hozir bitta yangi ochib, ishlatib, tekshirib beramiz. Mana bular ham pistolet uchlari ham latonlik. Bulari nejeveka. Axlat qilib qolsa, tozalaydigan linasi. Mana hozir o'zida terib beramiz. Va trosli shilankasi 10 metr ekan. Ancha-muncha mashina bossa ham hech narsa bo'lmaydi. Muzlama paytda ham, qish kunida ham bemalol xizmat qiladi va pena bachok, burchatkalar yuvgani va avtomobilingiz yuvgani shampunli suv qilib ishlatib foydalanishingiz mumkin va karcherda o'zi mana hozir buni yig'ib ishlatib beramiz. Mana 13 bardan 19 bargacha mana bu har xil nasatkasi orqali. Mana o'zida 40 gradus, 25 gradus, 15 gradus nasatkalari bor. Mana bemalol A tochkadan B tochkaga bunday yetalab olib o'tsangiz bo'ladi. Kirish shilankalari mana bunisi esa filtri bo'ladi. Hozir buni tayyorlab yig'amiz va 4-nasatkasi mana tayyorlab olamiz. Mana pistoletlari ham uzun, bemalol katta mashinani ham va daralarni ham bog'larga ishlatsangiz bo'ladi. Bemalol yetkazib beradi. Napori kuchli bo'ladi. Video obzorimizni mana bu damashli karcherlardan boshlaymiz. Hozir bittasini tayyorlab oldik. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Buni vati 3100 watt bo'ladi va 4 xil nasatka orqali har xil bar 13 bardan 19 bargacha davleni napor qilib beradi. Uyga xo'jalikka bemalol mashinaga va gilam yuvgani, chorvachilikga, mini fermasi borlarga mol yuvgani bemalol bo'ladi. Trosli shlanka bo'ladi, metri 10 metr va o'zi tortib oladi. Mana bu filtr klapan orqali o'zi tortib oladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Undan tashqari pena ham sepadi. Hozir video davomida ishlatib beramiz. Tayyorlab oldik. Ozgina. Hozir buni ishlatib beramiz. Mana radiatorlarni tozalab o'ryapmiz hozir. Mana hozir penasini tayyorlab oldik. Mana. Bu uchidan legirovka qilsangiz bo'ladi mana. Shampunli suv. Ozgina bilan bemalol polni penalab olsangiz bo'ladi. Bu 10 metr shilankasi ham bitta mashinani aylantirib yuvib beradi bemalol. Mana. Mana endi hozir 25 gradus nasatkasini qo'yib olganmiz. Bu ham yapaloq sepadi mana.
Mana tayyor. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, Damashnik karcherimizni ishlatib tekshirib berdik. Buni narxlarini ham aytib o'tamiz. Bunimizda 3100 vatli karcherimizning narxi xo'p 3.200.000 so'm narx chiqarganmiz bunga. Dastavkalar kelishgan holatda bo'ladi va undan tashqari bizda chorvachilik uchun mana bunaqa qo'y mashinkalarimiz yetib kelgan Bau kompaniyasiga. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Skorsli bo'ladi, 6 skorsli va undan tashqari kulchatirlari ham mana orqasida. Bunimizni narxini ham aytib o'tamiz. 500.000 so'm bo'ladi bunimizni narxi. O'zida mana plus minus atverkalar bilan chiqadi mana va mana zapas ko'miri bo'ladi cho'tkasi bilan. Undan tashqari avtomobillar uchun balon damlaydigan kompressorchalar mana 12 volt ishlaydi. O'zini ichidagi nabori mana pichog'i, omiri, bu kilesi yamaydigani bemalol mana bitta avtomobilga solib qo'ysangiz, toqqa chiqqanda xotirjam chiqib ketaverasiz. Chunki mana balon yamaydigan bo'ladi. Mashinangizda bo'lishi shart narsalar o'zingizga bo'lmasa ham biror bir yo'lda tanishingiz uchrab qolsa, tanishingizga albatta yordamingiz kerak bo'ladi. Bu orqali albatta va buni narxiga keladigan bo'lsak 380.000 so'mdan qilib beramiz bunisini. Kimga shunaqa mana har xil turdagi instrumentlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, batafsil ma'lumotlarini ham berib o'tamiz. Hozir undan tashqari granulyatorlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bularimiz chorvachilik uchun 200 modelligi bo'ladi. Bularda ishlagan videolari ham bor. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kuzatishda davom eting. Yana bularni ishlagan videolarni hammasini joylab boramiz, birinma-ketin. 200 modellikda narxini ham aytib o'tamiz. 1 soatiga 100 kilodan 150 kilogacha korum chiqarib beradi. Bu universal varianti. Hashayni ham aralashtirib donga korum qilib chiqarsangiz bo'ladi. Mana bunisi esa 160 modeli bo'ladi. Bunisi faqat don uchun. Va narxlarini ham aytib o'tamiz. 160 modelimizning narxi 6 million so'm. 12 ta viloyat dastavkalari ichida qilib beramiz. Bunisini esa universal remen bilan harakatlanadi. Ikkalasini ham motori 4,5 kilovat, 100% misat motkali 220 ga ishlaydi. 6,5 million so'm 12 ta viloyat dastavkalar ichida qilib yetkazib beramiz. Mana shunaqa yashig'ida upakovka holatda yetib boradi. Optim narxlarda Xitoydan birinchi qo'l va 380 voltga ishlaydigan mana kilovatlari hozir ko'rib o'tamiz. 11 kilovat. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, 1300 dollardan 12 ta viloyat dastavkalari bilan yetkazib beramiz. 1 soatiga 300 kilodan 400 kilogacha korum chiqarib beradi. Matrisasi aylanadi. Faqat don mahsulotlar uchun 3 ta rolikli bo'ladi. Mana bunisi ham xuddi shu 11 kilovatli bo'ladi. Xo'p, endi nariga skladimizga chiqamiz. Bu yerda jaydari drabilkalarimiz kelgan. Ularni ham batafsil ko'rsatib o'tamiz. Mana bunisi 208 modeli bo'ladi. Biri 30 lik bo'ladi. Tepasida mana bunaqa varankasi bilan bo'ladi mana. Bu tepa qismidan meva sabzavotlarni to'rg'ab, chorvaga, parrandachilikka foydalanishingiz mumkin. Buni uzunasi shu 1.30 lik bo'ladi. 6 pichoqli hammasi, motor kilovatlari buniki 4 kilovatli bo'ladi. Narxi esa 3.600.000 so'm, 12 ta viloyat dastavkalar ichida qilib yetkazib beramiz. Endi O'zbekiston uchun yangilik ekskruder apparatlarimiz mana. Bu qanaqa apparat desanglar 2026-yilda kirib keldi. Bu apparatlarimiz 7,5 kilovatlidan 55 kilovatliga davr bor. Buni vazifasi suvga cho'kmaydigan baliq yemini ishlab chiqaradi. Undan tashqari bundan chiqqan korum mahsulotlarida
Xo'p, parrandachilikka, chorvachilikka foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu ochiq holati. Hozir video davomida ham buni ishlaganlarini ham joylab boramiz. Soatiga 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo, 1 tonnagacha chiqaradigani nalichida bor, sotuvda bor buni. Bu ekskruder apparatlarimizni kimga necha kilovatlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsa, batafsil o'zimiz ma'lumotlarini berib o'tamiz. Soatiga har xil kilo chiqarishini aytib o'tamiz va necha kilovatligini aytib o'tamiz. Kimga shunaqa har xil turdagi chorva texnikalar va baliqchilik, parrandachilik uchun granulyatorlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bularda videoda ko'rsatib o'tgan texnikalarimizni birma-bir ishlagan videolarni ham joylab boramiz. Kanalimizda yangi kuzatib borayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Bundan da qiziq videolar hali oldinda.